Qoraqalpog'iston dashlari, bepoyon osmon, titrayotgan saksovullar va tarixning yashirin sadosi. Bu yerga sayohat qilish faqat manzillar orasida kezinish emas, balki vaqt ichida yurish, inson va tabiat o'rtasidagi suhbatga guvoh bo'lish demakdir. Safarning har bir manzili nafaqat ko'z, balki qalb uchun ham manzara. Biz bu safarni Chilpiq qal'asidan boshlaymiz. Nukus shahardan 45 kilometr sharqda joylashgan Chilpiq qal'asi zamonlar sinovidan o'tgan, saharo bag'rida tik turgan tog'dek manzil. Baland tepalikka qurilgan bu qal'a Zardushtiylik davridagi eng qadimiy dahmalardan bo'lib, inson hayoti so'ngidagi poklanish, ruhiy tozalik va tabiatga qaytish g'oyasini ifoda etadi. Bu yerdagi sukunat ma'naviy kuchi bilan bag'rikenglik va falsafiy mulohaza uchun ilhom manbai. Chilpiq nafaqat tarixiy yodgorlik, balki ziyorat uchun muqaddas maskan. So'nggi yillarda bu yerda sayyohlar uchun avtoturargohlar, axborot lavhalari, foto nuqtalar yaratildi. Chilpiq eramizning 1-asrda barpo etilib, tabiiy do'nglikda barpo etilgan. Loy paxsadan qurilgan bu. Balandligi 6-7 metr, hozirgi vaqtda metr balandlikdagi devorlar saqlanib qolgan. Zardushtiylik diniy marosimlarni o'tkazish bo'yicha dahma sifatida foydalangan. 9-asrgacha islom dini kirib kelgandan keyin 13-asrgacha bu signal minorasi sifatida foydalangan. Chilpiq qo'rg'oni turistlar boradigan belgili arxeologik yodgorliklardan biri hisoblanadi. Bu yerga chet eldan, Xorazmdan, boshqa viloyatlardan ko'plagan turistlar kelib ziyorat qilib turadi. Chilpiq kabi turistik boshqa qilgan obyektlar bor bizda ko'plagan. Masalan, Qo'yxiron qala, To'proq qala, Katta Qirqiz qala, Ellikqal'a tumanida joylashgan Katta Guldirsun qala obyektlari, arxeologik obyektlar ham turistlarning diqqat e'tiborini tortayotgan belgili obyektlardan hisoblanadi. Chilpiq qal'aga safarimiz davomida Amudaryo tumanidagi madaniyat markazining yosh iste'dod egalarining chiqishlariga ham guvoh bo'ldik. Ellikqal'a tumanida joylashgan 3-4 asrlarga oid mana bu arxeologik obyekt tuproq qal'a bo'lib, qadimgi Xorazm davlatining markaziy qasri sanaladi. 150 dan ziyod xonadon, freskalar, ibodatxonalar va devoriy san'at asarlari bilan boy bu qal'a ma'muriy va ma'naviy hayotning markazi bo'lgan. Arxeologlar ushbu inshootni nafaqat saroy, balki madaniy, siyosiy va diniy o'zak sifatida tavsiflashadi. Qal'a devorlari, me'moriy yechimlar va unutilmas estetikasi uni Markaziy Osiyo sivilizatsiyasining o'zak nuqtalaridan biriga aylantiradi. Bizning tumanimizda davlat muhofazasiga olingan madaniy meros obyektlari 21 ta bo'lib, bular hammasi davlat muhofazasiga olingan. Mana shu hozir siz bilan guvoh bo'lib turganimiz Tuproq qala ham Gudursun qalada konservatsiya ishlari olib borilyapti. Bundan maqsad bu ota-bobolarimizdan 1000 yil, 2000 yil, 3000 yil oldingi bizga meros bo'lib yetib kelgan yodgorliklarni iloji boricha buzmasdan, iloji boricha kelgusi avlodlarga yetkazish va ularni kelgusi avlodlarimizni ham tasavvurida ota-bobolarimiz haqida bir tushunchalarni tasavvur qilishdan iborat. Turistlar oqimi bizda yildan yilga ko'payapti. Turistlar uchun qulayliklar yaratish maqsadida infratuzilmalar yaxshilanib, mana Oqchako'l bo'yida turizm markazlari ham ish boshladi. Ularda turistlarga yaxshi xizmatlar ko'rsatish, qulayliklar yaratish maqsadida dam oladigan joylari mana Ayaz qalada qora uylardan, otovlardan shaharcha toki qaysi bir yurtdan kelgan sayyoh bo'lmasin, bizning yurtimizni 1000 yillik tarixini, avvaldan bir rivojlangan yurt ekanini, bu Xorazm sivilizatsiyasi, dunyoning Bobil, Misr sivilizatsiyasi, Rim sivilizatsiyalari bilan bir davrga tegishli ekanini, odamzodning rivojlanish, yuksalish markazlaridan bittasi bo'lgani haqida tasavvur uyg'otish. Bu ko'rib turgan qal'a qo'rg'on hisobida ham davlat markazi. Bu yerda mana masalan qabulxonalar, ko'rinish xonalari, yotoqxonalar, qo'rg'on ichkarisida bo'lsa har xil ustaxonalar, qachonki tashqi dushmandan, tashqi bir xavf bo'lgan paytda qal'a atrofidagi dehqonlar, hunarmandlar, chorvadorlar toki dushman xavfidan xalos bo'lish uchun qal'aga kelib yashirinishgan. Bularning ish qurollari, masalan dehqonchilikda kerak bo'lgan omochmi, chorvachilikda kerak bo'ladigan egar, jabdular hammasi qal'a ichidagi ustaxonalarda ishlangan. Bu qal'adan juda ko'plab arxeologik
topilmalar hozir muzeylarni, Nukusdagi Savitskiy muzeyini, o'zimizdagi arxeologik muzeylarida joy olgan. Tuproq qal'adan uncha uzoq bo'lmagan tarixiy qal'alar vodiysi ichida joylashgan Qizil qal'a harbiy va strategik ahamiyatga ega bo'lgan qal'a. Uning devorlari hozirgacha yaxshi saqlangan qadim Xorazmning muhri kabi jim turibdi. Bu yerda yurar ekansiz, siz faqat qo'rg'on devorlarini emas, balki o'z qalbingizning qanchalik bardavomligini ham o'lchaysiz. Qizil qal'a shuning uchun ham kerak. U odamni o'zining botiniga ro'baro qiladi. Bu qal'a nafaqat himoya ramzi, balki sha'an va vujudning muqaddasligini yorituvchi jonli metafora. Qizil qal'a turistik marshrutdagi muhim nuqta bo'lib, Tuproq qal'a bilan birgalikdagi safar tarix va harbiy me'morchilikni uyg'unlashtiradi. Sayohatimizni qum bag'ridagi yashirin marvarid singari joylashgan Aqchako'l rekreatsion zonasi bilan davom ettiramiz. Ellikqal'a tumanida dengiz sathidan 60 metr balandlikda joylashgan bu ko'l nafaqat tabiiy suv havzasi, balki zamonaviy turistlar uchun dam olish markazidir. Aqchako'lda kemping, qayiq sporti, milliy oshxonalar, suvda aks etgan quyosh botishi kabi tabiat go'zalligi barchani jalb etadi. Bu maskan Orol dengizi havzasiga kiradi va uning ekologik fojiasi bilan chambarchas bog'liq. Hozirda hududda tiklanish loyihalari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, turizm infratuzilmasi ham tez suratda rivojlanmoqda. Aqchako'l turistik rekreatsion zonasi 18-yil 16 noyabr kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasiga prezidentimizning tashrifi davomida Ellikqal'a tumanini uzumchilik va turizmga ixtisoslashtirib drayverini belgilab bergandan keyin tuman hokimi Aqchako'lning bo'yida turizm qilishimga menga iltimos qilishi sabab men u paytlar To'rtboqqal'ada o'tovlager tikkan edim. Boshqa turistik kompaniya yo'q edi Ellikqal'da. O'zlarimizga ham suvni sohilning bo'yida bir plyaj qilish uchun o'zlarimiz nima qildik? Bir yo'l 06 kilometr yo'l qilindi. Bundan keyin suv vodoprovod olib kelindi, svet olib kelindi. Shu yerga 10 milliarddan 20 milliard pul ajratib infrastrukturani ta'minlash to'g'risida protokol chiqqanidan keyin ancha ishlar bo'ldi. O'zimiz tomonimizdan 120 o'ringa moslashgan 3 yulduzli mehmonxona, 6 ta villa, 1000 o'ringa moslashgan amfiteatrda turibmiz. O'zingiz ko'rib turibsiz, o'tovlar, hostellar qancha ish bo'lib ketdi. 7 yil ichida shu prezidentimizning turtkisi sababli ancha ish bo'lib. Yotgan bir cho'llik edi, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir mana ko'rdingiz, katerlar bor, yaxtalar bor, elektromobillar, skuterlar, hamma dam olishni qaysi turib bo'lsa, bemalol hozir kelib turib dam olishlari mumkin. Hozirning o'zida mavsumiy 17 ta odam. Agar hammasi ishga tushadigan bo'lsa, 270 ta o'rin ochiladi, ish o'rni ochiladi mavsumiy. Bundan tashqari mana yod bilan brom. Sanatoriyalarga borsangiz, искусственный yod bilan bromda o'tirtirasiz, sizni majbur. Bizda естественный brom. Yod bilan brom естественный. Bundan tashqari suv amalajni yoshartiradi terini. Chet eldan farqi qolmadi. Safarning nihoyasi Beruniy tumanida joylashgan Sulton Uvays maqbarasi. 14-asrda yashagan va islomni himoya qilgan ulug' zotning dafn qilingan joyi. Bugungi kunda ham yuzlab ziyoratchilarni jalb qiladi. Maqbara me'moriy uslubda barpo etilgan bo'lib, ichki ayvonlarida Qur'on oyatlari bitilgan, namozxonalar mavjud. Bu yerda o'zlikni anglash, sabr va shijoat sinovlari yashirin. Turizm nuqtai nazaridan maqbara ziyorat turizmining markaziy nuqtasiga aylanib bormoqda. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 299 ta moddiy madaniy meros obyektlari davlat muhofazasiga olingan. Shulardan 131 tasi arxeologiya yodgorliklari, 24 tasi arxitektura obyektlari, 99 tasi monumental san'at yodgorliklari, ya'ni haykal, byustlar, 45 tasi diqqatga sazovor obyektlar hisoblanadi. Bu obyektlardan 45 tasi hozirgi kunda ziyorat va turizm marshruti qilingan. Chilpiq sukunat, Tuproq qal'a madaniyat, Qizil qal'a sham, Aqchako'l tabiat, Sulton Uvays ruh. Bu 5 manzil Qoraqalpog'istonning 5 nafasi, 5 hissi, 5 marta his qilish demakdir. Ular birgalikda nafaqat geografik safar, balki inson qalbining ichki muhiti bo'ylab yurishidir. Agar yurakda izlanish, qalbda sukut va ruhda orom izlayotgan bo'lsangiz, bu dashtlar sizni kutyapti. Muhtasham tarix shu yerda siz bilan yuzma-yuz.